bayramingiz bilan desa, o'zingiz ham bayramingiz bilan deb, yangi yilingiz bilan desa, o'zingiz ham yangi yilingiz bilan, kelayotgan desa, kelayotgan yangi yilingiz bilan deb turib yurib shunga qatnashayotgan insonlar. Yana bir toifa bor, ular bo'lsa tirikchilik holatida shu bayram kayfiyatiga taalluqli bo'lgan narsalarni oldi-sotdi qilishlik, shularga nisbatan o'zini yordamini berayotgan. Bular ham bir toifa desak, eng oxirgi toifa shu bayram kunlarida uylarida bemalol o'tirib, ko'ngil ochar dasturlarni ko'rib, ular bilan xoholashib, kulishib, bayramona kayfiyat dasturlardan orom olib, zavqlanib, shular bilan birga uyda bevosita ishtirok etmasa ham, bilvosita televideniya orqali yoki telefondagi har xil roliklarni ko'rishlik orqali shular bilan ishtirok etayotgan insonlar ham bor. G'oliban insonlar shu toifalardan. Yana bir toifa borki, ular bu narsani qo'lidan kelganicha inkor qilib, farzandlarini yo ahillarini bundan ogohlantirib, o'zini ham bu narsadan ogohlantirib, mana bu kunlarda Alloh taologa osiy bo'lmasdan, Alloh taologa haqiqiy ma'noda